K700, the largest Soviet wheel tractor. How was this giant created? Why was the leader of the USSR? You'll also find out why this model was called the Big Yellow Killer. Let's dive together into the fascinating story of a true tractor legend, which was meant to spark a revolution in Soviet agriculture and help catch up with and surpass the USA. K700 xalq tilida K700 deb ham ataladi. 1962-yildan boshlab sobiq ittifoqning Leningrad, hozirgi Sankt-Peterburg traktor zavodida ishlab chiqarilgan afsonaviy og'ir yuk traktor hisoblanadi. U asosan qishloq xo'jaligidagi og'ir dala ishlari va qurilish loyihalari uchun mo'ljallangan. K700 traktorlari turli yillarda va modifikatsiyalarda asosan Yaroslav motor zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan kuchli dizel dvigatellari bilan jihozlangan. K700 traktori Yaroslavskaya motor zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan 238 NB modelidagi dizel dvigateli bilan jihozlangan. Dvigatel 8 silindrli va simon 4 takli dvigateldir. Quvvati 200-220 ot kuchi. Ishchi hajmi 14,86 litr. Silindr diametri va porshn yo'li 130 ga 140 mm. Sovutish tizimi suyuqlik orqali suv bilan sovitiladi. Dvigatellar juda qattiq iqlim sharoitida ishlashga mo'ljallangan. Yoqilg'i tizimi to'g'ridan-to'g'ri purkash tizimiga ega bo'lib, yuqori bosimli yoqilg'i nasosi orqali boshqariladi. Maxsus elektr stator yoki ba'zi modellarda qo'shimcha kichik pushkash dvigatel yordamida o't oldiriladi. K700 traktori mexanik ko'p pog'onali va friksionalli uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Eng muhim xususiyati har bir rejim ichida uzatmalarni quvvat oqimini uzmasdan gidravlik friksionallar yordamida o'zgartirish mumkin. Jami 16 ta oldinga va 8 ta orqaga harakatlanish uzatmasiga ega. Uzatmalar 4 ta asosiy rejimga bo'lingan: ishchi rejim, transport rejim, past rejim va orqaga rejimi bilan. K700 traktori qishloq xo'jaligi ishlari bu traktorning asosiy yo'nalishi bo'lib, u yirik maydonlarda quyidagi ishlarni bajarish qobiliyatiga ega: 8 korpusli omochlar bilan yer haydash, katta qamrovli don ekish agregatlarini tortish, melioratsiyada yerlarni tekizlash va botqoqliklarni quritish ishlarida, transport va yuk tashishda 40 tonnagacha bo'lgan og'ir tirkamali yuklarni tortish qobiliyatiga ega. Bu traktor yordamida kon va shunga o'xshash og'ir ishlarda ham foydalanish mumkin. Kabi afzalliklariga ega traktor o'ziga yarasha kamchiliklariga ham ega. Eng katta kamchiliklardan biri uning V8 dvigateli katta quvvat beradi, ammo yoqilg'ini juda ko'p sarflaydi. Bu esa uzoq muddatli foydalanishda xarajatlarni oshiradi. Dvigatelning joylashuvi va umumiy konstruksiyasi sababli kabinada shovqin darajasi juda yuqori. Bu esa uzoq ish smenalarida operatorning charchashiga va qulaylikning pastligiga olib keladi. Zamonaviy traktorlarga nisbatan K700 ning kabinasi qulay emas. Konditsionerlash, zamonaviy boshqaruv panellari va qulay o'rindiqlar yo'qligi operator mehnatini og'irlashtiradi.